Leksiyalarning davomi, hurmatli vatandoshim, bugungi islaga 2023-yil 3-oyning 18-kuni hafta shanba vatandosh. Endiki mavzu mundaq. Vladimir Putin'ni qo'lga ilish buyrug'i tushirildi. Rais Xi Jinping Rossiyani ziyorat qilganda nima qilishi kerak? Mavzuli xabar 3-oyning 17-kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlandi. Xalqaro jinoyat ishlar sotqinligi 3-oyning 16-kuni Vladimir Putin'ni qo'lga ilish buyrug'i tushirdi. Rais Xi Jinping'ning kelayapti Rossiyani ziyorat qilish musofasi tuyuqsizla tutish buyrug'i chiqarilgan jinoyatchini ziyorat qilishga aylanib qoldi. Bu yaman og'ir jumla, yaman og'ir gap vatandosh. Rais Xi Jinping'ning Moskvani ziyorat qilishi tuyuqsizli bir jinoyatchini tutush buyrug'i chiqarilgan bir jinoyatchini ziyorat qilishga aylanib qoldi deydi. Og'ir gap. Aylanib qoldi. O, Rais Xi Jinping qanday qaror qilishi kerak? Jungo va dunyo uchun aytganda baxtdan derak beramdi bu ish yoki ofatdan derak beramdi bu ish? Koreya, Yaponiya munosabati normallashtirildi. Bu sizlarga bu to'g'rida so'zlayapmidik. Hozir urush davridan keyingi Yaponiya bilan Koreyaning munosabati o'tirdiki adovat ixtiloflarni butunlay supurib tashlab rasmiy bir davrda bular ittifoqlashdi yoki yarashdi degan gap. Barliq chet eldan kelayotgan besim siyosatlarining ichida Jungo nisbatan bu Koreya bilan Yaponiyaning yarashib qolganligi intayin og'ir zarb bo'lib yetib keldi vatandosh. Amerika Avstraliyaga 240 dona palto belgilik raketa setib bermoqchi bo'ldi. Jungo Kompartiyasini hamda zo'r doirada yoki ko'lamda qo'rshovga ilash shakllandi. Xalqaro jinoiy ishlar sotqinligi Prezident Vladimir Putin va uning qo'l ostidagi bir necha amaldorni qo'lga olish buyrug'i e'lon qilganligi, ya'ni Vladimir Putinning Ukrainalik o'smirlarni Ukrainadan qo'g'lab chiqarganligidan iborat urush jinoyatiga asoslandi. Xalqaro jinoiy ishlar sotqinligining qonun amaldori Pyotr Hopmanski mundaq ko'rsatdi. Xalqaro qonun tajovuzchilar bir taraf, bu tajovuzchilar bir taraf, balki tajovuz qilgan davlatda shu yerda yashaydigan fuqarolarni boshqa tarafga yo'tkab ketishni xalqaro qonun cheklaydi. Balki bolalar bahramand bo'ladigan jan va ahd-nomusida bolalarni alayda qo'g'dash o'ttira qo'yilgan. Lekin Prezident Vladimir Putin Ukrainalik o'smirlarni va fuqarolarni qonunsiz holda Ukrainadan Rossiyaga yo'tkab ketdi. O'xshashli jinoyat. Prezident Vladimir Putin Ukrainalik o'smirlarni Ukrainadan ichkari Rossiyaga yo'tkab ketdi. Jungoda Jungnanxay Uyg'ur o'smirlarni Uyg'uristondan ichkari Xitoyga yo'tkab ketdi. Hech qanday farqi yo'q vatandosh. Faqat vaqtdagi ilgari-keyinlik farqi va xolos. Hukm chiqarish, xulos chiqarish, zarba berish qonunning
oldida javobgarlikqa tortish faqat vaqt farqi bor, vatandoshim. Başka fark yok. Cinayeti başka fark yok. Rusya bilen Cumhur'un cinayeti okşaş bir cinayettir. Tutuş buyruğuna asaslanganda bir neçe yüz nefer Ukraynalık ösmeri balalar Ukrayna'nın Darul Mualliminden yani yetimler mektebinden koglap çıkarıldı. Nurgulduruya kiyen Rusya'da bekaladigan boldu. Bu işlerin hemmisi 2014 yıllardılar Rusya, Ukrayna'nın egilik hukuki ve zemen bütünlüğüne tecavüz kılgan küllerden başlandı. Prezident Vladimir Putin'in kol geliş buyruğu Ukrayna taraf buna karşı alıdığını bildirdi. Rusya Kreml sarayı mundaq hesapladı. Xalqaro Jinoiy ishlar kollegiyasining sud kollegiyasining har qanday bir qarori Rossiyaning oldida inovatsiz. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zakharova bunda ko'rsatdi. Rossiya xalqaro jinoiy ishlar qonuni Rim belgilamasiga qatnashgan davlat emas. Şunlaşqa bunu icra qilish to'g'risida talabma qo'yilmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alakadar tor betida bunda ko'rsatildi. ICC Xalqaro Jinoiy ishlar sud kollegiyasi mustaqil adliya organidir. Irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish, ayıplash bo'yicha bosh qurash huquqiga ega. Demak, hech kim biqinmaymiz. Biz jinoyat hisoblasak, kimnidir o? Jinoyatchi deb hisoblasak, biz shuning ustidan hukm chiqara olamiz. Demak, Birleşken Devletler Teşkilatı xalqaro jamiyat bu Gahaga jinoiy ishlar sud kollegiyasiga mustaqil holda ana shunday huquq bergan ekan vatandosh.